Nemis tilidagi eng katta yolg'on. Bilasizmi nima? Hamma sizga faqat quruq grammatika va qoidalarni tiqishtiradi. Lekin mana shu qoidalar bilan Germaniya ko'chalariga chiqsangiz, hech nimani tushunmaysiz. Ismim Feruza Ochilova, oliy darajadagi C2 Goethe sertifikat sohibasiman. Birinchisi kitobiy til va jonli til. Real hayotda Germaniyada siz hozir kitobda o'qiyotgan uzun, qiyin, murakkab gaplardan nemislar umuman foydalanmaydi. Ikkinchisi slang, ya'ni bizdagi slang o'tda ham xuddi shunaqa katta kuchga ega. Ular kundalik hayotda Dega, was laberst du? Das machst schon, alles gut degan gaplardan, ya'ni iboralardan foydalanishadi. Hattoki dinamikalari ham umuman boshqa bo'ladi. Xo'p, muammo nimada unda? Ko'pchilik yillar davomida qoidalarni yodlaydi, lekin jonli muloqot yetishmaganligi sababli Germaniyaga borgandan keyin addushi qiynalishadi. Tilni aslida qoidalar uchun emas, jonli hayot uchun o'rganish kerak. Nemis tili o'zi aslida juda ham oson. Uni tizimli va to'g'ri yo'l bilan o'rganish uchun hoziroq sahifamga obuna bo'ling. Men sizga nemis tilini tez va oson o'rganish sirlari bilan bo'lishib boraman.